komandasi yurak-yurakcha qilasizlarmi? Potsilu qilasizlarmi? Hozir operatsiya bo'ldi, qinkengligi, qindan havo chiqishi, peshob tutolmaslik, to'g'rimi? Og'ridimi, og'rimadimi? Yo'q, og'rimadi, mazza qildim. Qo'rqib keluvdim lekin. Hech qo'llari yengil ekan, mana bir pasda bo'ldi. 2 soatlik narsa 1 soatda bo'ldi. Qiynaldim, og'riq qoldiruvchi qilinglar kirib kelganda shunaqa deyishyapti-da, to'xtab turing, operatsiyani boshlab olaylik deb. Og'rimaydimi? Og'rimaydimi so'radilar, umuman og'rigani yo'q, to'g'rimi? Yo'q, og'rimadi. Anesteziologimiz ham mana Xursanoy Yashirman. Ayol, to'g'rimi? Ayol komanda bo'lsin deyishdi, mana ayollar komandasi. Senda ham oldimda turib oldi. Bo'yinda mos ekan. Xullas, operatsiyamiz juda ham yaxshi o'tdi. Shuncha xursandmiz, o'rtoqlar. Oliy toifali akshor-ginekolog, reproduktolog, xirurg Qabulova Gulbahor Pirimqulova komandamiz bilan birga. Rahmat, hammalaringiz bolalaringizni huzurini ko'ringlar. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Rahmat hammalaringizga. Bahor opa, rahmat sizga. Sog' bo'ling.